Prezident 2026-yilni mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yili deb e'lon qilishni taklif etdi. Nukuslik Shuhrat IELTSdan 9 ballni qo'lga kiritdi. Nukus shahrida 200 o'rinli yangi mehmonxona foydalanishga topshirildi. Assalomu alaykum. O'tgan hafta davomida yuz bergan xabar va yangiliklarni tarqatish maqsadida biz hafta dayjestni boshlaymiz. 26 dekabr kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga murojaatnomasini taqdim etdi. Unda yil yakuni 2026-yilda bajarilishi lozim bo'lgan vazifalar belgilab olindi. Jumladan, Prezident taklifiga ko'ra 2026-yil mahallalarni rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yili deb e'lon qilinadi. Ushbu tashabbus O'zbekistonda mahallalarning rolini mustahkamlashga qaratiladi. Shuningdek, Prezident hisobida 2025-yilning asosiy natijalarini qayd etdi. Joriy yilda 5 million aholining daromadi bo'lib, ishsizlik darajasi 5,5% dan 4,9% ga tushganini qayd etdi. Qariyb 1,5 million ehtiyojmand aholi kambag'allikdan chiqdi. İlk bor 1435 ta mahalla kambag'allikdan xoli hududga aylandi. Bozor nisbatlari kengayib, eksport hajmi 23% ga o'sdi. Oltin valyuta zaxiralari 60 milliard dollardan oshdi. Kambag'allik darajasi 5,8% ga tushdi. 2025-yilda O'zbekiston 140 milliard miqdordagi yangi investitsiya shartnomalarini imzoladi. 2026-yilda 782 ta yangi sanoat va infratuzilma loyihalari boshlandi, deydi Prezident o'z murojaatnomasida. Nukuslik Shuhrat IELTSdan 9 ballni qo'lga kiritdi. Nukuslik Shuhrat Ayupov xalqaro ingliz tili bo'yicha sertifikat IELTS imtihonidan maksimal 9 ballni qo'lga kiritgan. Bugungi kunga qadar Qoraqalpog'istonda yoshlar orasida eng yuqori ball 8,5 ball bo'lib, O'zbekiston bo'yicha IELTSdan 9 ball oluvchilar soni jami 68 yoshni tashkil etar edi. Ayupov Shuhrat yutug'i hisobiga olinsa, u 69-yosh bo'lib hisoblanadi. Nukus shahrida 200 o'rinli yangi mehmonxona foydalanishga topshirildi. Prezident tomonidan Qoraqalpog'iston uchun alohida berilgan imtiyoz va imkoniyatlar asosida yangi yil bayrami arafasida mintaqamiz uchun ahamiyatli obyektlar foydalanishga topshirilmoqda. Shu qatorda 25 dekabr kuni Nukus shahrida yangidan qurilib foydalanishga topshirilayotgan Ramada mehmonxonasining ochilish marosimi o'tkazildi. Ta'kidlash joizki, Qoraqalpoq Palace jamiyati tomonidan xalqaro Ramada by Whitham brendi ostida 10 million dollar mablag' hisobiga qurilgan mehmonxona ishga tushishi bilan bir vaqtning o'zida 200 mehmonni qabul qilish imkoniyati yaratildi. Shuningdek, Nukus shahrida 400 ish o'rniga ega yangi korxona ishga tushirildi. Umumiy qiymati 48,5 million dollar bo'lgan, yiliga 18 ming tonna ip kala va ishlab chiqarish quvvatiga ega 400 ish o'rni yaratadigan Nukus Texnopark korxonasi ishga tushirildi. Rasmiy ravishda yangi yilda ketma-ket 5 kun dam olish bo'ladi. Prezident farmoniga ko'ra quyidagi qo'shimcha dam olish kunlari belgilandi. 2025-yilda barcha xodimlar uchun ish haftasining turidan qat'iy nazar 31 dekabr kuni chorshanba, 2026-yilda barcha xodimlar uchun, ya'ni ish haftasining turidan qat'iy nazar 2-yanvar juma, 6 kunlik ish haftasiga ishlaydigan xodimlar uchun 3-yanvar shanba, demak quyidagi kunlarda rasmiy dam olish belgilangan. 31 dekabr chorshanba, 1-yanvar payshanba, 2-yanvar juma, 3-yanvar shanba, 4-yanvar bo'lsa yakshanba. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xushxabar va yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Kelasi hafta yangi yil siz va biz uchun ham omadli va yangiliklarga to'la bo'lsin.